Yomg'ir va qor yoqqandan keyin yo'llarimizda paydo bo'ladigan o'nqir-cho'nqirlar va chuqurlarga ko'pincha guvoh bo'lamiz. Shu sababli bugungi sinov jarayonimizda biz asfalt-beton suvga va namlikka chidamliligini, bardoshchiligini amalda ko'rib chiqamiz. Bugungi sinov jarayonimizda GOST 18198 standartining 15-bandiga muvofiq asfalt-beton aralashmasi suvga chidamliligini sinov jarayonini amalda ko'rib chiqamiz. Bu sinovimiz 3 xil 50-20-0 haroratda bajariladi. 20 haroratda biz GOST 18198 standartining 6-bandiga muvofiq tayyorlangan namunalarimizni 20 haroratlik suv sharoitida sinovini bajaramiz. Bugungi sinovimizda biz +20 haroratda ko'rib chiqamiz. Natijamiz aniqroq chiqishi uchun bu sinovimiz uchun bizga 3 ta namunamiz kerak bo'ladi. Sinovimizni boshlashdan oldin suvimizning haroratini to'g'irlab olishimiz kerak. 20 +- 2 atrofida. Suvimizning haroratini to'g'irlab olganimizdan keyin endi namunalarimizni shu suvimizga solamiz. Endi bu 20 +- 2 haroratli suvimizda namunalarimiz 1 soat davomida ushlab turiladi. Mana oradan 1 soat vaqtimiz o'tdi. Endi bu namunalarimizni bitta-bittadan gidravlik pressimizga o'rnatamiz. Namunamizni ham pressga o'rnatib oldik. Endi bu yerga namunamizning parametrlarini, diametrlarini kiritib chiqamiz. GOST 18198 standartiga muvofiq 3 ± 0,3 mm minut tezligida bosiladi. Mana sinovimizning natijalari ham chiqdi. Endi bu tahrirlash bo'limiga beramiz.